Xo'p, bugungi mavzumiz bo'lar ekan, yarim o'tkazgichlarda elektr tokini ko'rib chiqamiz ekan. Biz endi yarim o'tkazgichlar ikki xil holatni ko'ramiz ekan. Sof yarim o'tkazgichlar va aralashmali yarim o'tkazgichlar ko'ramiz. Shunaqamiz ekan. Xo'p, sof yarim o'tkazgichlarga biz o'zi kirib ketar ekan. Mendeleyev daraj sistemasining 4-guruh elementlari. Ya'ni bizda eng ko'p tarqalgan mashhurlar bo'lar ekan, germaniy bilan kremniy bo'lar ekan. Ya'ni ular bizda o'zaro o'zini atomlar bilan qanday bog'lanish hosil qilar ekan? Kovalent bog'lanish hosil qiladi. Kovalent bog'lanish qanday bog'lanish? Juft elektronli bog'lanish hisoblangan. O'zi yarim o'tkazgichlar nima desa, yarim o'tkazgichlar elektrolitlar orasidagi joylashgan moddalar. dielektriklar bilan elektrolitlarda oralida joylashgan moddalar bizlar ekan, yarim o'tkazgichlar deyiladi ekan. To'g'ri? Sof va aralashma. Demak, sof yarim o'tkazgichlar biz ko'rdikki, hozir aytib o'tdik ham, germaniy va kremniy degan. Keyin biz germaniy ko'rdik. Sof yarim o'tkazgichlar degan germaniy. Germaniy bizda 4 valentli bo'lgani, o'zimiz aytgandek, o'tgan darsda aytib o'tdik. Valentli degani bu qo'llar soni hisobida ham ko'ramiz ekan. 4 valentli bo'lsa bu degani nima bo'ladi? 4 ta qo'li bor. Demak, 4-guruh elementlarda ham 4 valentli hisobda ko'rsa bo'ladi. Germaniy mana ko'rib oldik, o'sha atomlar bilan bog'lanish ko'rib oldik. Germaniy. Demak, bitta germaniy o'zidan 4 ta elektron chiqarar ekan. Ya'ni yuqoridagiga bitta jo'natdi, u qaytardi. Chapga jo'natdi, u qaytardi. Pastga jo'natdi, u ham qaytardi. O'ngga jo'natdi, u ham qaytardi. Bu degani germaniy o'zidan 4 elektron chiqarib, qo'shni germaniy atomlar bilan nima qildi? O'zaro kovalent bog'lanish hosil qildi. Endi agar biz mana shu yarim o'tkazgichli moddani aytaylik, elektr magnitga ko'radigan bo'lsak, musbatdan boshlanuvchi va manfiy tuguvchi nima? Elektr magnitga ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana bu elektronlar nima qiladi iloji yo'q? Harakat qiladi. Bilamizki, manfiy zaryadlar magnit kuchlanganligi yo'nalish harakatlari unga qarama-qarshi harakat qiladi desak, musbatdan chiqib boshlangani uchun manfiylar nima qiladi? Unga qarama-qarshi yo'nalish harakat qiladi. Bu ya'ni mana bu yerdagi elektronlar chapga qarab harakat qilishadi. Misol uchun bitta atom o'zi ko'raymiz. Bu yerda atrofidagilar 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. 8 ta elektron ko'chib turib, nariga qatlamga o'tgan vaziyatda bu o'rni bo'sh qoladi-ku. Bo'sh qolgan joyni nima deyiladi? Kovak yoki teshik deb ataladi. Bu yerdan 8 ta elektron ko'chgan vaziyatda 8 ta proton kovak hosil bo'lyaptimi? Kovaklar bizda musbat sifatida qoladi. Shunda biz nima qilyapmiz? 8 ta elektron, 8 ta kovak hosil bo'lyapti. Bu ya'ni teng miqdorda elektron, teng miqdorda kovak hosil bo'lyaptimi? Harakatlanish natijasida. Endi biz bu sof yarim o'tkazgich tipi nima deymiz ekan? Bu bizda bo'lar ekan I tipli xususiy yarim o'tkazgich hisoblanar ekan. Xo'p, bunda elektr tok tashuvchilar kimlar bo'lar ekan desak, bunda tok tashuvchilar teng miqdorda elektronlar, teng miqdorda kovaklar elektr tok tarmoqlariga tashilgan. Bu sof yarim o'tkazgichlari bo'ldi. Xo'p, ana endi mana bu yerda yozib ketibmiz. Kovak bizda teshik, elektron kelib o'tirish mumkin bo'lgan nima ekan? Bo'shliq joy bo'lar ekan. Bu soflarda bo'ldi. Endi aralashmalida qanday bo'lasak, aralashmada endi sizlar bilan nima qilamiz? 4 valentli bilan 3 valentli nimani? Moddalar aralashib beramiz. Ya'ni 4 valentli germaniy bilan 3 valentli indiy atomlarini kiritadigan bo'lsak, ya'ni germaniy atomiga germaniyga o'sha indiy atomlarini kiritdik qisman. Ya'ni bu 1000 dan 1 soat olinadi. Xo'p, kiritadigan bo'lsak nima bo'lyapti? Misol uchun mana bu yerga indiy kiritdim. Indiy, germaniy, naryoqda yana indiy, germaniy ketaveradi. Bu tarafda ham indiy, germaniy, indiy, germaniy. Biz oralarda bor. Biz bitta shu o'ylayapmiz. Bak indiy 3 valentli bu degani nima degani? 3 ta qo'li bor. Har bir qo'lda bitta elektron oladigan bo'lsa, demak, o'ng tarafdagi germaniy bilan bitta elektron bilan bog'lanish hosil qildi. Tepadagi bilan bitta elektron bilan bog'lanish hosil qildi, chapdagi bilan hosil qildi. Endi 4-chi, ya'ni pastdagiga jo'nataman desa, uni elektronlar tugab qoldi. Chunki 4 ta qo'l bor xolos, 3 ta qo'l bor xolos. Endi germaniy unga nima qildi? Elektron bilan javob berdi. Bitta qo'l esa bo'sh qolib ketdi. Bu bo'sh qolgan joy nima deyiladi? Kovak. Ana endi biz bitta indiydan nechta elektron ko'chish mumkin desak, 7 elektron ko'chadi. 7 elektron ko'chgan vaziyatda bu yerda 8 ta kovak hosil bo'lyapti. Elektron magnitga ko'radigan bo'lsak, 7 elektron ko'chyapti, 8 ta kovak hosil bo'lyapti. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bu ya'ni qanaqa tipli deydi buni? P tipli akseptor aralashmali yarim o'tkazgichlarda asosiy tok tashuvchilar kimlar ekan desak, ya'ni bunda indiy kiritilganda asosiy tok tashlaydigan kovaklar, qisman esa elektronlar tashlaydi. Buni bu tarafda ko'rib o'tamiz. Demak, ko'rdikki, indiy kiritilgan vaziyatda asosiy tok tashuvchilar bo'lar ekan kovaklar, qisman esa elektronlar. Sabab kovaklar soni olib ketdi, oshib ketdi qoldi elektronlardan. Demak, biz bu yarim o'tkazgichni P tipli akseptor aralashmali yarim o'tkazgich sifatida ko'rsak bo'lar ekan. Ya'ni bizda P tipli nima deymiz ekan? Pozitiv, ya'ni musbat. Ya'ni biz mana kovakni musbat sifatida ko'rgansak, asosiy turda o'sha kovaklar tashlayapti. Ya'ni bu pozitiv sifatida olinadi. Bu bizda bo'ldi 3 valentliga 4 valentli qo'shilgan holat bo'ldi. Endi biz yana aralashib kirityapmiz. Ya'ni endi 4 valentli germaniyga 5 valentli mishak, ya'ni margbish atomlarni kiritgan bo'lsak. Bunda nima bo'lasak, mana bizda germaniy kristal panjarasi bor. Biz unga nima qildik? 1000 dan 1 soatda mishak kiritdik. Mishakni biz necha valentli? 5 valentli. Ya'ni 5 ta qo'li bor ekan. Har bir qo'li bilan elektron hosil qiladi, ya'ni bog'lanishdi. Xo'p, bu yuqoridagi germaniy 2 tuzatdi.
bit uzatib qaytardik. Uzatib qaytarib xullas 4 elektronni atrofdagi germaniylar bilan bog'lash hosil qildi. Lekin bitta nima bo'lib qoldi? Oshib qoldi. Tosh bo'lgan bu yerda qoldi. Endi mana shu mishaydan 2, 4, 6, 8 elektron ko'chgan vaziyatda mana bu bilan qo'shsam bitta toshchasi 9 elektron ko'chib naytrga kiryapti. Chunki biz uni elektromodelga ham qo'yapmiz. 9 elektron chapga harakatlanib ko'chgan vaziyatda bu yerda mana bu bo'sh joylarda 8 ta kavak hosil bo'lyapti. 9 elektron ko'chgan vaziyatda 8 elektron hosil bo'lyapti. Kavak. Bu degani kimlar soni ko'payib ketyapti? Elektron soni kavaklar sonidan ko'proq. Endi bu mishaydan qayerda bor? Mishak Germaniya, Mishak Germaniya. Mishak Germaniya, Mishak Germaniya. Bu taraflarda unaqalardan ko'p. Bu degani bu yerdagi germanlar elektron soni yana oshib ketib qoladi bu dedik aralashmamizda. Shundan hosil bo'lgan aralashmamiz aytilar ekanki, n tipli donor aralashmali yarim o'tkazish hisoblanar ekan. Bu n tipli hisoblangan nima deb? Negativ. Ya'ni bu yerda asosiy o'g'it manfiy, ya'ni elektron tashiganligi uchun manfiy sifatida ko'rilyapti. Endi bu 5 valentli bilan 4 valentli aralashgandagi aralashmadan hosil bo'lgan yarim o'tkazishda asosiy to'k tashuvchilari elektronlar va qisman kavaklar maqlagan elektron tokni tashiydi. Bu bo'ldi o'sha yarim o'tkazishlar bo'ldi. Sizlar bilan shu yerga ko'rmoqchi bo'lib kelgan va surib kelgan joyimiz. Endi bu masalalarni qirta olsak ham tak ishlash kerak.